Ushbu video darslikda biz Amudaryo platformasining zararkunandalar bo'limi orqali ekinlarni aqlli monitoring qilish funksiyalari bilan tanishamiz. Hozir ekranda tahlil tizimining asosiy interfeysi ko'rinib turibdi. Chap tomonda asosiy menyular, yuqorida filtrlash paneli hamda markazda tanlangan ekin va zararkunanda bo'yicha to'liq ma'lumotlar paneli joylashgan. Ishni yuqori paneldagi filtrlarni sozlashdan boshlaymiz. Birinchi bo'limda fermer xo'jaligi va uning hududi belgilandi. Ikkinchi bo'limda ekin turi sifatida makkajo'xori tanlangan. Uchinchi bo'limdagi zararkunandalar ro'yxatida makkajo'xorining ashaddiy kushandalari bo'lgan oddiy o'rgimchakkana, karadrina, gamma tunlami, kuzgi tunlam hamda shved pashshasi ham bor edi. Lekin biz aynan ekinimiz uchun eng katta xavf tug'diruvchi g'o'za tunlami zararkunandasini tanladik. O'ng tomonda esa tizim ma'lumotlarining oxirgi yangilanish vaqti va meteostansiya ko'rsatkichlari aks etgan. Chap tarafdagi panelda g'o'za tunlami haqida umumiy ma'lumot berilgan. Ushbu zararkunanda makkajo'xorining sota va don qismini zararlaydigan asosiy xavf hisoblanadi. Doirasimon ko'rsatkich ichida uning hozirgi faol bosqichi rasmi joylashgan. Pastda esa rivojlanish uchun to'plangan harorat ko'rsatkichlari keltirilgan. Joriy samarali haroratlar yig'indisi 2106 darajani, bugungi harorat esa +18 darajani tashkil etmoqda. Mavsum boshlanganiga 102 kun bo'ldi va hozirda 4-avlod rivojlanmoqda. Hayot sikli bo'limida zararkunandaning tuxum, qurt, g'umbak va kapalak bosqichlari ko'rsatilgan. Hozirgi vaqtda aynan ko'sak bilan oziqlanuvchi qurt bosqichi faol va u qizil rang bilan ajratib ko'rsatilgan. Ekranning o'ng tarafidagi o'quv galereyasidagi rasmlar ustiga bossangiz, zararkunandaning har bir rivojlanish bosqichi haqida mikrosuratlar ochiladi. Masalan, uning bargdagi tuxumi g'umbak holda tuproqda qishlashi va kapalak holatini alohida va aniq ko'rib olishingiz mumkin. Tizim sun'iy intellekt orqali dala holidan kelib chiqib aniq qarorlarni shakllantiradi. Purkash qarori bo'limida xavf darajasi yuqori deb baholangan va mayda qurtlarga ishlov berish davri ochiq degan ogohlantirish berilgan. Bugungi chora panelida fermerga aynan bugun bajarilishi kerak bo'lgan ishlar tayyor matn ko'rinishida beriladi. Hosil ichiga kirishdan oldin mayda ochiq qurtlarni nishonga olish va ro'yxatdan o'tgan vositalar bilan ishlov berish tavsiya etilmoqda. Pastroqda kurash choralarining 2 turi ko'rsatilgan. Kimyoviy kurash bo'limida emamektin benzoat, xlorantraniliprol va indoksakarb kabi samarali moddalar va ularni qo'llash muddatlari berilgan. Preparat nomining yonidagi maxsus havola tugmasini bossangiz, rasmiy xarid qilish sahifasiga o'tasiz. Biologik kurash bo'limida esa entomofaglardan foydalanish, ya'ni gektariga 50 ming dona trixogramma chiqarish va hamda feromon tutqichlar o'rnatish bo'yicha maslahatlar o'rin olgan. Ekran pastida zararkunanda rivojlanishi interaktiv grafiki joylashgan. Bu vaqt intervali bo'lib, butun mavsum davomida g'o'za tunlamining qaysi bosqichda bo'lishini oldindan prognoz qiladi. Yashil rang tuxum, qizil rang qurt, sariq rang tuproqdagi g'umbak va to'q sariq rang kapalak bosqichini anglatadi. Grafikdagi qizil chiziq bugungi kunni ko'rsatib turibdi. Grafikdagi har bir blok interaktiv hisoblanadi. Sichqonchani bloklar ustiga olib borsangiz, aniq sanalar ko'rinadi. Masalan, birinchi avlod tuxum qo'yish davri 2-maydan 6-maygacha to'g'ri kelgan. Qurtlarning faol oziqlanish davri 6-maydan 27-maygacha davom etgan. Tuproqdagi g'umbak bosqichi 27-maydan 6-iyungacha kuzatilgan bo'lsa, kapalaklarning uchishi 6-iyundan 9-iyungacha davom etgan. Ushbu sanalar orqali siz kelgusi avlodlar paydo bo'ladigan vaqtni oldindan bilib, profilaktika ishlarini rejalashtirishingiz mumkin. Amudaryo bilan qishloq xo'jaligingizni aqlli va samarali boshqaring.